Alhamdulillah, yosh bo'lsam ham 2 shogirdim bor. Ularga hunar o'rgatish menga juda yoqadi. Men faqat saqovman xolos. Eshita olaman. Aqlim hamma narsaga yetadi. Ammo hozir deyarli hammaga 4 murchasi sog' bo'lganlargina kerak. Qalb bilan hech kimning ishi yo'q. Uyda oila a'zolarimiz bilan qo'l mimikasi orqali gaplashaman. Buyurtmachilar bilan esa avval ularni tinglab, keyin qog'ozga o'zimni fikr va gaplarimni yozib bildiraman. Dugonalarim birin-ketin unashtirilib to'ylari bo'la boshladi. Men o'zim uchun liboslar tikib o'shalarni kiyib borardim. To'g'risi, menga avval tikilgan nigohlarni payqayman. Ammo soqovligim sabab bunday nigohlardan ta'sirlanishdan o'zimni tiyaman. Qiz bolani hayajon bosadi albatta. Lekin men haqimda bilgach ularning nigohi o'zgarishi, ya'ni achinish hissiga yoki